Donald Trampning ko'rsatmasi bilan AQSh Eronning 3 ta yadroviy obyektlariga zarba berdi. Biz zarbalarni muvaffaqiyatli yakunladik. Hamma samolyotlar endilikda Eron havo hududidan tashqarida. Eron endilikda tinchlikni tanlashi kerak. Aks holda keyingi hujumlar bundan qattiqroq va ancha oson bo'ladi. Yana ko'plab nishonlar bor. Agar tinchlik tez orada kelmasa, biz ularni aniqlik, tezlik va mahorat bilan yo'q qilamiz, deydi Tramp Eronni ogohlantirib. AQShning Gubu 57-13 tonnalik bunker bombasini Eronning yadroviy inshootlariga tashlagan. AQSh bunday bombalardan 6 tasini tashlagani aytilmoqda. Ushbu bombalarning O'zbekistonga ta'siri bormi degan savollarga iqlimshunos shunday javob beradi. Ha, ta'siri bor. Bordi-yu radioaktiv nurlanish faollansa, muayyan ob-havo sharoitida ana o'sha hududlardagi radioaktiv nurlar bizning O'zbekistonga ham kirib kelishi mumkin. So'nggi yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Bizdan uzoqlashmang, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.